Gentra mexanik korobka, Nexia 3 mexanik korobka. Xullas, mana shu mexanik korobkalarda juda ham ko'p uchraydigan holat. 3 pokoleniya gaz qo'yilgan paytiga gazda haydab, misol uchun mana shu holatda mana hozir haydab ko'rsatib beraman. Shunday haydab kelib halastoy qivarilsa yoki to'xtayman deydigan bo'lsalaring, sekinlashaman desalaring, tabloga e'tibor berib turasizlar. Taxometr o'zi sirazi 1 ga qaytib tushdi. Ya'ni bundan oldingi holatda akamizniki taxometr 1,5-2 da ushlab qotib qolayotgandi. Polni to'xtab bo'lgan paytlari ham polni gazovat bo'lib qolib ketaveradi. Benzinda unaqa emas, gazda shunaqa bo'layotgandi. Buni biz через programma orqali do'q rejimli programmani yozib to'g'rilab berdik. Undan tashqari bilasizlar, Gentralarda skorga almashtirgan paytiga bitta siltab bo'g'ilib oladigan holat bo'ladi. O'sha holatlarni ham через programma orqali to'g'rilab berganmiz. Endi gazovat holatlari bo'lmaydi, o'chib qolish holati bo'lmaydi, siltash holatlari bo'lmaydi. Agar sizlarning ham mashinalarida shunaqa gazovat holati, ya'ni taxometr qolib ketadigan holat bo'lsa, Cobalt bo'ladimi, boshqa Nexia 3 Gentra qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar, inshaalloh ishlaringizni sifatli bitirib beramiz. Xizmatlar bo'yicha patsientlarga telefon qilib kelaverasizlar.